1 million shu oxirgi narxida, 3-4 kun oldin olib kelganingizda 850 ming. Mayli, patolog 860 ming qilib bera olgandim-da. Lomni o'zi chunki 820 ming tushib ketib qoldi. Hozir Xudoga shukr, ozgina ko'tarib qoldi. Okey, o'shancha 930 dan hisoblab bera olmaysiz sizga. 11 million o'sha qo'shman berdi-da, mana qarang, 11 u 8 chiqyapti hammasi. Belkada yozilgan to'g'ri bo'lsa agar 930 dan 1 gram bo'lganda 10 million 974 ming bo'ldi. Okey. Men sizga tekis 11 million qilib bera olaman. Qo'limdan kelsa, okey, 1 million emas, 2 milliondan ham hisoblab beradi. Tushundim. Shunaqa to'g'ri keldi. Qarang, okey, unda men sotdim kelmayapti-da, narsam bor dedim, uzu yetmayapti, endi boshqa ilojim yo'q, men bitta hisoblab ko'ring-chi unda. Xo'p. Brilliant uzu probasi 750. Qayerdan olgansiz aka buni? Uydagilarniki aka. Uydagilarniki 750 probada baget toshlari bor ekan. Xo'p, lekin toshlar unaqa mayda ekan-ku. Uni shunda ham qo'shib hisoblaymiz. O'zi bunaqa mayda askutga brilliantni minus qilib olishadi ko'p joyda. Endi biz shunday qilib hisoblayimcha yetib qolar shu bilan. 750 ni o'zi 1 gramni 1 million 150 mingdan olamiz. Tillasi bo'ladigan bo'lsa, sizda o'zi 1 million 200 gacha ham ko'ramiz. Sizda bu yerda baget mayda askutga toshlar bo'lganiga 263 chiqyapti ekan, okey. 1 million 300 ming so'mdan qilib berganimda 3 million 419 ming chiqyapti. 3,5 million qilib beraman agar ma'qul keladigan bo'lsa. O'shanda общий summa bizda 11 million. Mana bu yangi tillalaringiz bo'lib, 3,5 million 750 kilo o'zingiz bor. 14 million 500 dollar. Bo'ldi aka. Endi sal hisobimdagi pul chiqdi aka. Hisobimdagi pul endi chiqdi, to'g'risi. Rozimi aka? Bo'ldi aka, rozi bo'lsangiz. Naqd puli mana bu 10 million, yana sizga hozir 4 million 500 sana beradi. Mana aka kelishilganda bu 4 million 500, общий 14 million 500 aka. Bo'ldi aka, rahmat kattagan sizga. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Xizmatda shodtamiz. Xo'p. Mana ham shunaqa tillaylar yoki brilliant uzugiylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue eng yaxshi tanlov.